Assalomu alaykum. 2026-yil 1-iyul shu kuni bir yana limonlar haqida ma'lumot berib o'tishni lozim topdim. Mana ko'pchilik limon yoriladi deydi. Endi tushunmovchilik bo'lmasligi uchun shuni aytib o'tamiz. Mana limon tarvuzsimon bundoq lo'nda bo'ladi, tumaloq bo'ladida bu limon. Bu limon aslida 21-dekabrdan oldin gullagan bo'ladi. Mana bu limon. Bu limon nima qilsangiz ham yoriladi. U limonni yorilishidan boshqa bu ikkinchi asosiy sabablardan biri. Mana limon to'pidagina mana chiroyligina bo'ladi-da. Lekin bu limon yoriladi. Yorilish sabablariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu 21-dekabrdan oldin gullaganligi sababli bu dekabr, yanvar oylarida davcha bo'ladi-da. Shu paytda bunda o'sha po'stloq qismi nima deydi, me'yorda rivojlanmaydi, quyoshdan to'ymaydi. Kunni qisqaligi, temperaturani pastligi natijasida mana shu holatda bo'ladi. Keyin bu mana hozir endi yoz kelgandan keyin bu isib, qizib, mag'zi sovigan paytida o'zini ko'tara olmay, o'sha oktyabr, noyabrga borib yorilish alomatlarini ko'rsatadi. Mana yorilmaydigan limon qanday bo'ladi? Yorilmaydigan limon mana uzun, noksimon deymizmi? Uzunroq bo'ladi-da. Mana bu yerlarda mana har xil mana belgilari bo'ladi. Bu tiniq, koptokday lo'nda bo'lmaydi. Mana shunisi bilan farq qiladi mana. Shuni ko'p dehqonlarimizga aytib o'tishimiz kerakki, sabablaridan biri deb tushuntirib o'taman yana. Mana bu limonlar mana xom davcha hisoblanadi-da. Bu davchalar, xom limonlar yorilmaydi. Bular chunki o'sha yanvar oylarida gullamagan bo'ladi. Kelib bular deylik fevral yoki mart oyida qolgan gullardan hosil bo'lgan davchalar hisoblanadi mana. Shuning uchun yana bir bor aytib o'tamiz. O'sha savol berayotganda shunga e'tibor beringlar. Agar erta gullab qo'ygan bo'lsa, bu albatta yorilishga olib keladi. Chunki o'sha yana aytib o'tganimdek, o'sha po'stlog'i ichga nisbatan rivojlanishi sifatsizroq bo'ladi-da. Mana chiroyli rivojlangan limonlar yorilmaydi. Bu limonlar ham yorilishi mumkin. O'sha sabablar, quyosh urishi va boshqa sabablar yoki ko'p suvsa birdan suv berish yoki masalan quyoshda oftob ta'sir qilishi, shularga o'xshash natijalarda ham yorilishi mumkin. Lekin bular juda kam yorilish kuzatiladi. Mana shu limonlar biz sinovdan o'tkazganmiz 80% gacha yorilib ketishi mumkin. Oktyabr, noyabr oylariga borib. E'tiborlaringiz uchun rahmat.